ma'lum bir to'qinish uzoqgacha hal qilinmasa, ya'ni bu to'qinish uzrab ketsa, bu to'qinishga qatnashuvchilarda ma'naviy jihatda bir xo'rash, charchash yuz berdi. Bu inson tabiatida mavjud ish. Siz Uyg'urlarning Xitoy bilan bo'lgan bu to'qinishimiz asli tarixi texmi uzun. Ammo biz buni 2017 yildan keyin shu keng ko'lamlik lagerlarga solashni yangi bir boshlanish deb qarasak masalan, albatta u boshlanish emas. Agar shuni boshlanish deb qarasak, shu vaqtda hozirgacha bo'lgan bu ahvolda Xitoylarning vatandagi yurgizayotgan siyosatida hech qanday mohiyat xarakterlik Uyg'urlarga foydali bir o'zgarish yuz bermadi. Yoki chet eldagi bizning mujohidalamizmi mana bunda bir o'zgarish paydo qildi deyish nihoyat qiyin bir vaziyat shakllandi. Xo'sh. Bunda ahvolda natija ko'rolmaslik va bu to'qinishning, bu ziddiyatning nihoyat uzrab ketishi balkim Uyg'urlarning ma'naviy energiyasini xo'r bo'lishi mumkin. Shuning bilan bu xo'rash balki bu pastlikning bir sababi bo'lishi mumkin. Hamda ikkinchisi mana shu real sabablarning birisi bo'lishi mumkin. Uni men real sabab deyman, ammo buni nurg'un Uyg'urlarning bahona qilishini chuqur unutmaslik lozim. O bo'lsa nima desa, chet elda turmush halakchiligining hammalarni aldirash qilib o'tishi. Xo'sh. Bo'lib masalan yaqinqi 4-5 yil mobaynida Turkiya alohida bir iqtisodiy krizis ichida. Buni hammamiz har kuni bevosita ta'min etib turamiz. Yani xulpaqonlikning favqulodda yuqori bo'lishi va uning uzoqgacha hal bo'lmasligi nurg'un kishilarning hamda har g'amini vatan millat g'amidan bakrak o'zining iqtisodiy g'amiga, oilani qanday boqay degan aqlli bir g'amga markazlashtirib qo'ydi bizning tirishchiligimizni, xiyolimizni. Menimcha bu Turkiyada emas. Amerika, Yevropaga ketgan qarindoshlar bilan paranglashsakmi? Ama o'xshashlar. Her günü mancha soat ishlash kerakligi, mancha soat ishlamasak, uyning ijarasini to'lash, jon beqish, pul xarjlash qisqasi turmush halakchiligi deyiladi. Bu bek jiq odamning birinchi g'amiga aylandi. Hem bu tabiiy bir ahvol hamda. Bu chet elda boshqa chorami yo'q. Mesela benim bilishimcha, bu yaqinqi 2-3 yil mobaynida shu davo sepida hali aktiv ishlayotgan nurg'un yosh bolalar hozir asta-asta ayrildi. Bunun ba'zisi balkim ay deb xapulab ayrilgan bo'lishi mumkin, bu ish ahmoq ekan. Balkim ba'zisi olgan maosh yoki kundalik turmush ehtiyoji bilan orliqni yiroq bo'lib ketdi. Ya'ni o'zli olgan maosh faqat yetmaydi. Shuni ular xohlab xohlamay jon beqishning yo'liga kirib ketdi. Unda bo'lgandan keyin bu yerda vatan millat g'ami balkim chet eldagi 99% Uyg'urning qo'shimcha g'amiga aylandi. Xo'sh. Qo'shimcha g'ami degan shu, hozir degan turmush halakchiligidan asli qutulgan vaqtda andan keyin o'ylab qo'ydigan va bu vatan millat g'amini yeyish hozir faqat to'g'ri chiqish orqali Facebookda munozirlik ish kuchiga gap qilib qo'yash, azul ahurib qo'yashdan iborat konkret xizmat emas, ammo o'zining hissiyotini tuklangan bir xil vatan millat g'amini yeyishga aylanib qoldi. Buni ham ishlarning haqiqiy vujudga chiqishiga hech qanday foydasi yo'q bir ahvol. Şu ikincisi menimcha shu turmush g'ami, turmush halakchiligi menimcha muhim bir sababdan birisi bo'ldi deb. Bundan bir to'g'ri tushunishga bo'lgan tarafi deganim haqiqatan qochib qutulib olmaydigan bir masala. Xo'sh. Ammo buni bahona qilib berishga bo'lmaydi degan tarafim. Buni so'zlagan vaqtda buni chuqur eskartishim lozim. O'zining milliy mustaqilligi uchun, erkinlik uchun kurash qilayotgan bir millatning a'zolari
bu mücadeleni kılgan vakitte hiçbir zaman pulusunu tepip bulab, hizmetini kılıp etip, öğlerini selip etip, maşinelerini elip etip, anıdan keyin keniz düşman sen nerede deb yugurab çıkmaydı. Xo'sh, xo'sh. O tarixten bu yan bunda bo'lmagan. Buniki bunda. Yani turmuş meselesi bu vatan millet mücadelesini kılmaslığa yoki buni iştirak qilmasligiga qat'iy bahona olmasligi lazım. To'g'ri, aldirash vaqtlarda ishlasin, jenda boqsin, ammo ashunda vaqtlarning o'zidami, ishlagach turibmi, qo'shimcha vaqtlardami har doim bu o'tni ko'ymasa, buning suyida oqmasa, o'zining vijdoni oldidami, bizning dinimizning tarozisidami, u mening qarashimcha yana gunoh ichida. Yani ey Allah, men aldirash ulab qolgandim, shu chog'da men bu yerning ijarasi bek qimmatlab ketib, jon beqishdan boshqa hech qilolmay qoldim degan gap bilan bu majburiyatni ado qilmasligimizni oqlab olmaydi demoqchi.